Yer yuzidagi hamma ota-onalar aqlli. Men tan beraman ota-onalarga, chunki deganda biz ota-ona kichkinagina bir chaqaloqchani voyaga yetkazamiz, yediramiz, ichiramiz, kiydiramiz, to'g'ri. Lekin ayrim ota-onalar farzandini baqirib, ayrimlari so'kib, ayrimlari qarg'ab, ayrimlari mehr ko'rsatib, ayrimlari shirin gaplar bilan o'zini farzandini voyaga yetkazadi. Ayrim ota-onalar o'zini farzandi bilan tashqariga aylanib yurganida mana buni teginmagin, qo'ling chang bo'ladi, mikrob bor, mana bu qumda o'ynamagin, loyda bosmagin, usting kir bo'ladi, o'tirmagin degan gaplarni gapiraveramizda, biz o'zimizni yosh bolamizni o'zimiz qiynab qo'yapmiz. O'zimiz bilmagan holda qo'ying, teginmang, o'sha o'ynasin, loy bilan o'ynasin, qum bilan o'ynasin, mayli o'shani kiyimini bir marta emas, 5 marta yuving, lekin o'sha inson kichkinagina bir go'dagimiz keling o'zi xohlagandek yoshligini o'tkazsin, o'zi xohlagandek rohatlansin.